Salom do'stlar, comebackdan keyin men qaytdim. Bugungi videomizda Minecraftda parkur modi bo'ladi. To'g'risini aytsam, bunga men birinchi marta kirib turibman. Parkur o'taman. Men yerda nimalar berish yozilgan A, B, C, D ranglar bor ekan. Hozir men bu yerda kreator parkur to'g'risi bu bunaqa ko'p tushunmayapman, chunki birinchi marta kiryapman. Kimdir bu o'yinga kirgan bo'lsa, parkur kirib bo'lmayapti. Tushunmadim. İşte ben buzolmayman, men qo'ydik. Oh my gosh. Chiqib bo'lmayotgan bu ekan. Uran oldim. Agar shu videoda keyingi qismi chiqsin degan, oh my gosh, chiqsin desalar, ro'y gapga chiqaraveramiz. Mana parkurda hozir bizga ko'rsatishyapti. Mana xuddi shunaqa parkur bo'lar ekan. Oh my gosh, eng ustida Ender Dragon bor ekan. Shu og'zini ochdi. Chiqish kerak ekan. Uni tepalab ta'mir turibdi. To'g'risini aytsam, men unaqa parkurist emasman. Iloji boricha yaxshi o'tishga harakat qilaman parkurdan. To'g'risini aytsam, men bunaqa nima bu? Run started. Tushunarli bo'ldi. Iloji boricha bu qizilni bosmaslik kerak, chunki buni bossam eng pastiga spawn qiladi. Yashilni bossam u bosgan checkpointimga spawn qiladi. Oh my gosh, tushib ketdim. Men sizlarga aytdim, parkurist emasman. To'g'risini aytsam, men bu kanalimga, shu YouTube kanalimga ko'p seriallar joylaganman. Lekin faqat modlar joylaganman pashti. Shunchalik parkur unaqa yaxshi o'ta olmayman. Aybga buyurmaysizlar. Chiqib oldim. Hozir shunda biz qayerga sakrashimiz kerak? Aql ishlatish kerak. Bu yerdan chiqib bo'lmaydi. Qo'g'lar bilan daraxtdan boshqa. Bu yerga sakrash kerak bo'ldi, tushundim. Hech nima yo'q demoqchi edim. Tushunmadim. Oh my gosh. Qo'ydim. Bu jonim tezkor to'larga Desert checkpoint reached. 59s. Boshqalarni ham ko'rib chiqish kerak. Bu yerda icharidan o'tirmaydi, bu yerga parkurga ichkaridan o'tiradi. Shundan chiroyli o'ydat. Shu yerda. İşte men bu atrofda bo'ldi, malatsi. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, kim tushundi buni? Yo-mayo. Oy. Oh my god. Parkurda o'lgida yomon ko'raman. Sizlarga qiziqroq bo'lish uchun parkur o'tyapman, to'g'risi. Parkurda o'lgida yomon ko'raman. KAYDER tried to swim in lava. Endi yo'qoldi. Bitta bosib turamiz. Qaranglar, ovozini ochchi o'yinda. Ovozim eshitilmayapti, eshitilyaptimi? O'tir. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Endi bu yerdan qana chiqish mumkin? Tushunishim bo'yicha biz mayga sakrashimiz kerak. Bu yerdan bu yerga, bu yerdan keyin bu yoqqa sakrash kerak. Bunaqasi ketishga harakat qilsak-chi. Bunaqasi qiyin bo'lib ketar ekan. Iloji boricha, voy. Oh my gosh. O'lgida yomon ko'raman parkurlarda. KAYDER tried to swim in lava.
Men parkurni o'tmaganman, shuning uchun parkurni yomon ko'raman. Chunki o'tish ham qiyin. Ko'ryapsizlar, 3 minutdan beri bitta parkurni o'tolmayapman. Bitta. Bu yerga. Bu yo'q, chiq. Da orqama joyga o'tib beraman, qaranglar. Shunaqa ham. To'g'risini aytsam, shuncha paytdan beri bunaqa qiyin parkur ko'rmadim. To'g'risi. Chiq, davay. Qanaqa? Aybga buyurmaysizlar, men bunaqa parkur shartlaridan birinchi marta o'tyapman. Молодец. Metr yozib o'tirmanglar. O'tishni bilmayotgan deb. To'g'risi, bunaqa parkurlar jinim suymaydi. Opa! Xudoga shukr, qayt bu yerda. To'g'risini aytsam, bu parkur kichkina ekan, kichkinarog'ini tanladim. Ko'ryapsizlar, shu kichkinasidan zo'r o'tyapman. Agar shunaqa parkur videolarim yoqsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi parkur videoni ham, keyingi videoda ham parkur haqida chiqarishim mumkin. Shuncha chiqqanimga tushib ketsam alam qiladi. Bo'ldi. Keyingi shartga yetib keldim. Badlands checkpoint reached. 4 meters 32s. Qani o'taman bu yerdan, men chiqish kerakmi? Bo'ldi, tushunarli bu yerdan. Menga sakrash kerak. Omega kaktusda jon ketish. Esimda. Tushunarli, men tushundim. G'oyalar tugadi. Bu yerdan kaktusga sakrab, bu yerdan bu yoqqa sakrasam bo'laveradi. Короче, bu anaqa parkurlar qiyin emas ekan demoqchi edim. Bu yoq qiyin bo'lib ketdi. Kallangizni ishlating deyapti bu yerda. Tushunishim bo'yicha, sudjan chiqdi. Tushunishim bo'yicha men ustiga chiqishim kerak desam. Men yerda qanaqadir kelgan joyi ham tushundim. Agar shu videoga nechta like desam bo'ladi? Bo'pti, borlar mana 50 ta like yig'laydigan bo'lsa, shuncha qaytib kelib qoldim. Shuncha o'tganim bir tiyin qilib. Bu qizilni bosaman. Bilsanglar kerak, shu qizilni bossam, o'yinni boshida aytdim. O boshiga qaytib qolaman. Boshiga shunchalik azoblanishim boshidan boshlanadi. Agar men qo'tish kerakmi? Agar tushungan bo'lsanglar, komment yozinglar. Bu yerdan qana o'tish kerak? Tushunmayapman men lekin. Bu yerdan ustiga sakrashdilar yo'q. Bu yerda suv bo'lsa, yashin joylari bor. Chota. Yo'q, bu yerlarda ham yo'q. O'ta qiyin joy ekan bu yer. Bunaqa darajada deb o'ylamadim. Qiyinligini bilardim. Voy! Nima bo'ldi? Mayda yashirin o't bor. Bo'ldi, tushundim. Endi hozir nima qilishim kerak? Tushunmadim endi bu yoqqa. Demak bu yerda sakrash kerak. Keyin bu yoqqa sakrash kerak. Bo'ldi, cho'tmas. Shu yerda qiynaldim xolos. Opa. Bu yerdan tepga chiqishim kerak. Mushroom Island checkpoint reached. 7 meters 4s. Nima bu? Bo'ldi, tushundim. Men ko'rgan parkurlarimdan bu. Checkpoint asabimni buzyapsan. Bu parkurdan o'tishga ancha vaqtim ketadi. Checkpoint ovozi ham jonimga tegdi, to'g'risi. O'chir ovozingni, o'chir. O'tiramiz sekin. Bittin chiqib olaman. Tushib ketdim. Chiqib olaman endi bu yoqqa yo bu yoqqa. Davay shu yoqqa.
O'tir bu yerda. Endi bu yerga sakrab, bu yoqqa ketish kerak. Oh my gosh. Uddaladim. Qayta bu parkurdan o'tgim kelmayapti. Shunchalik bitta ramoni uddalash kerak. Mishkam qiyshayib ketdi. Imkonsiz. Odam yasagan narsadan odam o'tolmaydi. Odam qilgan narsani odam qila oladi. Ko'p odamlar qila olaydimi buni, demak men ham qila olaman. Oh my gosh, endi bu yerdan pastga sakrash kerak. To'g'ri tushunganman. Voy, nimcha qiyin bu parkur. To'g'risi, bu yerdan oson bo'ldi. Tushunarli. Endi tushundim. Yo'q, qani o'tish kerak bu parkurdan? Qilmam buzilmaydi. Qayta sakrashim kerak. Bu menga xalaqit beryaptimi, katta. Bu parkur to'g'risi menga unaqa nima deyapman? Ja qiyin emas bu parkur men uchun endi, chunki o'tirib o'rganib ketdim. Harakat qilgan. Yo'mayo. Harakat qilgan imkon topadi demoqchi edim. Lekin men o'ta ko'p harakat qilardim. Jota imkon topolmasam kerak. Tikilamiz. Oh my god, tushma. Yo'mayo, nima bunaqa? 9 minutdan beri shuncha parkurda o'tyapman. Videoni shu yerda tugatishga men majburman. Bo'pti, keyingi qism bo'ptini ertaga chiqar. Keyingi qism xudo xolasa ertaga chiqaraman buni keyingi qismini. Ko'rganlar uchun rahmat, chunki video YouTube menga ko'p metrajli, ko'p minutli videolar qo'ygizmaydi. Shuning uchun ko'rishguncha xayr deb qolaman.